Ayol sovqatmasa ham, sovqatdingmi degan issiq mehrga muhtoj. Chunki u mehrga tashna qilib yaratilgan. Ayol och bo'lmasa ham ochqamadingmi degan daldaga muhtoj. Chunki u yarimta qilib yaratilgan. Ayol qiynalmasa ham qiynalmayapsanmi degan e'tiborga muhtoj. Chunki u zaifa qilib yaratilgan. Ayol charchamasa ham charchamadingmi degan tog'dek suyanchiqqa muhtoj. Chunki u kuchsiz qilib yaratilgan. Ayolingiz necha yoshda bo'lishidan qat'iy nazar, doimiy sizning kuchli mehringizga, sevgingizga, shafqatingizga, daldalaringizga, erkalashlaringizga muhtojligicha qolaveradi. Chunki u mukarram qilib yaratilgan. Ayolingizni asrang. Chunki u Alloh sizga bergan omonat. Omonatga esa xiyonat qilmang. Ayollar ichki kechinmalaridan qiynalib, o'zlarini qadrlarini anglab yetishlari uchun 3 soatlik audio kitob tayyorlab qo'ydim.